Birdan sizlarga qisqacha ko'rsatib ma'lumot berib eshigimiz azizlar 1.20 ga 2.50 razmerda high-tech fasonda yasalgan useleni balkon profilda tayyorlangan. Eshigimizga 1 2 3 4 5 ta va bu tomoniga 5 ta naq 10 ta akfan o'zini oshmosh petlar qo'yilgan. Boshqa yerda ko'rmaysiz azizlar. 3 ta maksimal 4 ta qo'yib beradi. Naq 5 tadan 10 ta qo'yib berganmiz va akfan o'zini katta rochkalardan qo'yib berilgan va zakaz bilan ichiga shotlanka profillarini juda ham chiroyli taxlab berganmiz. Profilimizdan 11 lik qalin akfan o'zini profilidan ishlatilgan. Zakazlar esa bemalol olib qo'yinglar. Plastik romimiz Alta Plus 6000 seriya 4 kamerali plastik profilimiz tayyorlangan. Sveti Sheffieldski svet. Juda ham chiroyli svet azizlar, uylarimiz fasadiga juda ham mos tushadi. Bularimiz ishlarga xuddi shunday shotlanka profillardan taxlab berganmiz. Fasonga keladigan bo'lsak, ikki ko'z fasonda yasalgan. Ochliklar двойной mexanizmi bilan moslashtirilgan. Oynalarimiz oq paket oynalardan tayyorlangan. Oynalarimiz ishlar chista qilib artilgan, ishlarga plus dorilar solingan va germetikalar hamma yerga o'zimiz tutib chiqqanmiz. Terlamasligiga kafolat bilan qo'yib beramiz. Zakazlar esa bemalol orqaga qo'yingizlar. Mana chiroyli eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerimiz yozib qoldirilgan. Nomerimizda imo, Telegram, WhatsApp bor. Aloqa chiqingizlar akalar, kelishtirib yasab beramiz. Uyimizda bu tomonida birdan ko'rsatib berib o'taylik hozir. Uyimizda o'zi ham juda ham chiroyli proyekt bilan qo'yilgan. Old tomonda bitta chista granit qo'yilgan. Bu tomonimizda bitta eshik va bitta deraza, yon tomonimizda va bitta katta deraza va bitta kichik deraza. Bu derazamiz Tashkentskiy fasonda yasalgan. Balandligi 1.60, eniga 1.80 razmerda derazamiz. Ikki chekkasida ikkita ochilish tushib berilgan. Ikki ochilish ham двойной mexanizmi bilan qo'yilgan va boyatgan hammasiga shotlanka profillardan taxlab berganmiz. Bu tomonimizda bu yer отдельно bitta kichikroq xona bo'lganiga 60 ga 1.60 deraza tushilgan. Bu ham yon boshqa ham tepadan pastga ochiladigan qilingan. Bu yerda esa отдельно bitta korpusimiz, bitta eshik va bitta deraza qo'yilgan. Derazamiz 1.60 ga 1.50. Bu derazamiz ikkita ochilgichi, ikki ochilgichi ham двойной mexanizm bilan qo'yilgan. Bu eshigimiz 1.20 ga 2.20 razmerda seli pastdan tepagacha bo'linmagan holda high-tech fasonda yasalgan. Juda ham baquvvat, juda ham mustahkam eshik hisoblanadi. Aloqaga chiqingizlar akalar, kelishtirib sifatli qilib yasab beraveramiz. Xudo xolasa bugungi ustanovkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'lasizlar. Obuna bo'lib, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlaydigan umid etamiz akalar. Hammani ishini rivojlanib bersin. Sog' salomat bo'ling.